Sudya — это говорящий zakon deyishadi rusiy zabon do'stlarimiz, rus hamkasblarimiz, ya'ni sudya bu gapiruvchi qonun. Shaxsan men ijod ahlidan farqli o'laroq sudyalarni improvizatsiya qilish tarafdori emasman. Men uchun mohir yoki adolatli sudya kim? Bu mavjud yozilgan qonun normalarini to'g'ri qo'llab beradigan odam. Aynan shunday toifadagi sudyalarni men qattiq hurmat qilaman va shunday sudyalar borligidan xursandman. Ammo ming afsuski, ayrim holatlarda advokatning dilini xira qiladigan va uni hafsalasini so'ndiradigan proseslarning ham guvohiga aylanyapmiz. Ming afsuski, bundan qutulib bo'lmayapti. Ya'ni qonun normalarini inobatga olmaslik yoki ochiq-oydin ularni inkor etish oxir oqibat adolatli qaror qabul qilinishiga to'sqinlik qiladi. Buni menimcha yosh u qari yaxshi tushunib yetadi. Advokat sehrgar emas. Advokat yo'qdan bor qilmaydi, ammo mohir advokat, usta advokat bo'lishi mumkin. Gapi keskir advokat bo'lishi mumkin. Ammo qanday toifadagi va qanday mahoratli advokat bo'lmasin, u qonun doirasidan chetga chiqa olmaydi. Ya'ni belgilangan chegaralar bor. Ana shu chegara doirasida biz himoya pozitsiyasini quramiz va u yoki bu insonning manfaatlari yo'lida xizmat qilamiz. Undan ortig'iga qodir emasmiz. Qonundan chetga chiqa olmaymiz va chetga chiqishimiz kerak deb ham hisoblamayman. Hammasi qonun doirasida bo'lishi kerak. Sizga ko'p gapirmayman, bu video biroz cho'zilishi mumkin. Agar siz qisqa videolarni ko'rishga odatlangan bo'lsangiz, Vine tarafdori yoki qanaqadir hazilomuz videolarni ko'rishga odatlangan bo'lsangiz, bu video sizni vaqtingizni oladi, bemalol o'tkazib yuborishingiz mumkin. Ammo ertami kechmi siz duch kelishingiz mumkin bo'lgan muammo haqida gapiraman, katta ehtimol bilan. Bu so'zimni boshini bir misol bilan tushuntirib berishga harakat qilaman. Biron bir konkret кейsga, ya'ni ishga bog'lamayman, misol tariqasida keltiraman. Tasavvur qiling, siz elektron auksion savdolarida qatnashyapsiz. U yerga bir bino qo'yildi, bir katta bino qo'yildi va siz ana shu binoni xarid qilmoqchisiz. Yuridik shaxs sifatida ana shu binoni sotib olishni xohladingiz. Mablag'ingiz yetarli. Elektron auksion savdolarini tashkil etish bo'yicha maxsus tashkilot bor, aksionerlik jamiyati bor. E-auksion u savdolarni buyurtmaga asosan tashkil qilib beradi. Buyurtmachi bo'ladi. Deylik, davlat aktivlari. Buyurtmachi binoni qo'yadi va savdoni tashkillashtirib beruvchi bu e-auksion. Mazkur savdolarni o'tkazish bo'yicha nizom ham bor. Siz ushbu auksion savdolarida qatnashyapsiz. Siz bilan birga sizga ma'lum bo'lmagan boshqa bir korxona ham qatnashyapti. Yana bir narsaga e'tiboringizni qaratmoqchiman. Auksionda ishtirok etayotgan ishtirokchilar haqidagi ma'lumotlar sir saqlanadi. Ular haqida ma'lumot berishga haqli emas. E-auksion. Uni buyurtmachi ham bilmaydi, ishtirok etayotgan taraflar ham bilmaydi. Ya'ni bir-biri haqidagi ma'lumotlar oshkor etilmaydi, sir saqlanadi. Bu hammasi nizom doirasida. Ana endi tasavvur qiling. Siz yutib oldingiz. Siz bittami, ikkita auksion qadami bilan yutib oldingiz. Eng maqbul narxi bergan korxona sifatida yutib oldingiz va ana shu e-auksion natijalari o'laroq protokol rasmiylashtirildi va keyinchalik ana shu natijalar asosida sizga mulk huquqi shakllantirib berildi. Lekin oradan vaqt o'tib, tasavvur qiling. Auksionda ishtirok etmagan, ishtirok etish niyati ham bo'lmagan va huquqlari buzilmagan uchinchi bir korxona paydo bo'ladi, raqobat qo'mitasiga shikoyat arizasini kiritadi. Nedirki mana bu savdoda raqobat qonun qoidalari buzildi degan vaj bilan. Raqobat esa ko'rib chiqadi va bu savdoda, e-auksionda, ya'ni elektron savdoda afillangan shaxslar qatnashibdi-ku. Afillangan shaxslar tushunchasiga izoh beraman. Ya'ni buyurtmachi bilan o'zaro manfaatdor bo'lgan. Ya'ni ularni u yoki bu manfaat birlashtirib turadigan taraflar. Buyurtmachiga afillangan shaxs ishtirok etibdi elektron savdolarda. Bu esa raqobat qonuni talablarini buzish hisoblanadi degan vaj bilan butun boshli savdo bekor qilinadi. Keyinchalik auksion g'olibi bilan tuzilgan shartnomalar haqiqiy emas deb topiladi va siz yutib turgan narsangizda mulk huquqi shakllantirilgan obyektingizdan ayrilasiz. O'zbekiston Respublikasida aynan davlat mulkini xususiylashtirish borasida va mana shu borada qabul qilingan qonun qoidalariga ko'ra xususiylashtirish natijalarini shikoyat qilib bo'lmaydi. Ularni bekor qilish mumkin emas va bekor qilish bilan bog'liq bo'lgan talablarni ilgari surib bo'lmaydi. Bu Vazirlar Mahkamasining qarori bilan mustahkamlangan. Prezident farmonlari asosida. Endi tasavvur qiling. Ushbu savdoda agarda afillangan shaxs, ya'ni buyurtmachi bilan manfaatdor bo'lgan taraf qatnashgan bo'lsa-yu, savdoda siz yutgan bo'lsangiz, sizni na ikkinchi ishtirokchi, na buyurtmachiga aloqangiz bor.
Siz ularni har ikkisi bilan ham afillangan shaxs emassiz. Sizni ishtirokchi, ya'ni ikkinchi ishtirokchi va ana shu savdo buyurtmachisi bilan hech qanday aloqangiz yo'q. Siz haqqoniy savdo qoidalari doirasida eng yaxshi narx bergan taraf sifatida yutyapsiz. Ammo siz ishtirok etgan auksionda ishtirok etgan ikkinchi ishtirokchi go'yoki ushbu savdo buyurtmachisi bilan davlat aktivlari bilan afillangan shaxs ekanligi ma'lum qilinyapti va savdo bekor qilinyapti. Ammo savol bor bu yerda. O'sha auksionni tashkil etgan auksion shu aksiyadorlik jamiyatini xati mavjud bo'lgan bir vaqtda, ya'ni savdolar nizom doirasida o'tkazildi degan bir kafolat bo'lgan bir vaqtda nima uchun bu savdo bekor bo'lishi kerak? Ya'ni oqibat qani? Yaxshi, buyurtmachi bilan ikkinchi ishtirokchi bir-biriga o'zaro manfaatdor ekan, lekin oqibat qani? Kim yutyapti? Buyurtmachiga afillangan shaxs emas, yettiyot begona boshqa bir ishtirokchi g'olib bo'lyapti. Ya'ni biz g'olib bo'lyapmiz. Bizni na ishtirokchiga, na buyurtmachiga aloqamiz bor. Bizni hech narsa birlashtirmaydi. Oqibat qani? Bu bir. Ikkinchidan, auksionda qatnashayotgan ishtirokchilar va buyurtmachi har ikkisi haqida hech qanday ma'lumotni ola olmaydi. Bu sir saqlanadi. Ya'ni buyurtmachi auksionga qo'yilgan bino doirasida savdoda kimlar qatnashayotganligini oldindan bilmaydi. Buni qonunan imkoni yo'q. Endi savol, xo'sh, qanday mexanizm borki buyurtmachi kimlar ishtirok etayotganligini oldindan bilib tursa? Bu mumkin emas. Bu sir saqlanadi. Nizomga asosan sir saqlanadi. Endi savol, bu savdoni bekor qilish uchun qanday qonuniy asos bor? Ikkinchidan, bu kattagina tuynuq emasmi? Istalgan savdoni bekor qilish uchun qoldirilgan tuynuq emasmi bu? Lazeyka deyishadi. Kechirasiz, 3-chi yo 4-chi korxona yutadi, ammo bu yerda afillangan shaxs qatnashgan ekan, buyurtmachi bilan o'zaro manfaatdor bo'lgan taraf qatnashayotgan ekan degan vaj bilan istalgan auksion savdo natijalarini bekor qilish uchun zamin yaratib bermaydimi? Xo'sh, advokat nima qila oladi? Advokat bu vaziyatda nima qilish kerak? Nima qilamiz? Qonun doirasidan chetga chiqa olmaymiz. Qonunni to'g'ri qo'llash imkoni bo'lmasa, nima qilishimiz kerak? Advokat nima qilish kerak mana shunday vaziyatlarda? Vaziyatni qanday o'nglashimiz mumkin? Qonun to'g'ri qo'llanmayotgan bo'lsa, ayrim qonun hujjatlari ochiqdan ochiq inkor etilayotgan bo'lsa, yechim qayerda? Qayerdan yechim izlaylik? Biz himoyamiz ostidagi shaxsni nimaga tayanib himoya qilaylik? Mavjud asoslarimiz o'tmayapti. Biz yutuq uchun yetarli deb topgan qonuniy asoslar inobatga olinmayapti. Yechim qayerda? Qanday chiqishimiz kerak vaziyatdan? Men bu emotsiya, ehtiroslar uchun avvalambor uzr so'rayman. Ammo advokatga imkon berildimi? Advokatni faoliyati konstitutsiya darajasida mustahkamlandimi? Beringlar ishlashga. Qonundan chetga chiqmasdan ishlayotgan advokatlarni yutug'ini olib qo'ymanglar, beringlar unga yutug'ini. Agar qonun doirasidan chetga chiqayotgan bo'lsa yo o'zini asoslarini isbotlab bera olmasa, u boshqa gap. Ammo qonun normalariga tayanib ish ko'rayotgan advokatga beringlar uni yutug'ini. Nimaga tortib olasizlar? Nima qilish kerak hozir? Nima ish qilaylik? Qanday richak, qanday faktorlar borki, biz isbotlab berishimiz kerak. Mavjud qonun normalariga tayanib, so'zimizni isbot sifatida qaror, farmon, farmoyishni keltirayotgan bo'lsak, nega bu ishni natijasi biz xohlagandek tugamayapti? Nima qilishimiz kerak? Advokat nima ish tutish kerakki, mavjud qonun normalari to'g'ri qo'llanilishi uchun nima qilaylik, nima qilish kerak? Chiroyli gapiryapmiz, odob saqlayapmiz, kerakli joyda emotsiyaga berilyapmiz. Asoslarimizni, himoya pozitsiyamizni to'liq isbotlab beryapmiz. Yana nima qilishimiz kerak? Adolatli qaror qabul qilinishi uchun. Men biron bir sudyani xafa qilish niyatim yo'q. Ular orasida o'zimni kursdoshlarim bor. Hamkasblarim bor. O'zim ham 7 yilga yaqin sud tizimida ishlaganman. Hozirgi iqtisodiy, avvalgi xo'jalik sudida ishlaganman. Mana shu sudda ishlayotganlar juda ko'p yaxshi taniydi. 7 yilga yaqin umrimni aynan shu sudga bag'ishlaganman. Shu yerda ishlaganman. Va qachonlardir sudya bo'lishni juda xohlaganman, ammo birgina epizod meni bu sohadan sovutgan. Va haligacha men ana shu epizod haqida unutganim yo'q. Aks holda katta ehtimol bilan balkim sudyalik kursida o'tirgan bo'lar edim, ammo birgina holat, yoqimsiz holat meni sovutgan tamoman. Mayli, chetlashmaymiz, mavzuga qaytamiz. Qonun normalarini to'g'ri qo'llab beradigan sudyalarga ochig'i tashnamiz. Shaxsan men juda tashnaman. Nima uchun mijozlarimizga pozitsiyamiz mustahkam, asoslarimiz qonun doirasida bo'la turib ham
ishni yutishimiz haqida ayta olmaymiz. Chunki qonun qaror o'z yo'liga, biz kurashishimiz kerak bo'lgan yana bir taraf bor. Shu uchun ham ba'zan mijoz bilan biz ish yuzasidan ochiq-oydin gaplasha olmaymiz. Hamma yoq mavhumlik. Harakat qilamiz, urinamiz. Garchi yutuq uchun asoslar yetarli bo'lsa-da, nima uchundir og'zimizni to'ldirib, bu ishda albatta natija qilamiz deb ayta olmaymiz. To'g'ri, huquq oilasi ham bunga yo'l qo'ymaydi. Romano german, anglo-sakson, qolaversa sud pretsedenti degan narsa yo'q. Bitta narsani aytaman. Bitta ish, bitta taraf va bitta predmet bo'yicha 5 ta sudda 5 xil qaror chiqishi bizda bor. Tasavvur qiling, predmet bitta, taraflar bitta. Amaliyot har xil. Oddiy misol multiradarda aytgan edim. Chilonzorda 10 ta sudya bekor qilgan qarorni deylik Uchtepada 10 tasi bekor qilmayapti. Asos bitta, jarima bitta, amaliyot har xil. Ya'ni bitta ish yuzasidan bir 15 xil sud amaliyoti bor. Xo'sh, advokat nima qilish kerak? Najotni qayerdan istaylik? Nima qilish kerak? Bu juda katta mavzu. Men birgina auksion doirasida tushuntirib berdim. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasida yozib qo'yilgan. Qonundagi g'altisliklar, qarama-qarshiliklar, tushunmovchiliklar inson foydasiga hal etilishi kerak. Auksionda kimlar qatnashayotganini hech kim bilmaydi. Ammo afillangan shaxs qatnashib, keyinchalik auksion natijalarini bekor qilish mumkin ekan. Buyurtmachi kim qatnashayotganligini bilmaydi. Korxonalar o'z tashabbusiga ko'ra qatnashadi, kimdir yutadi. Yutganda ham afillangan shaxs emas, buyurtmachiga ham, ikkinchi ishtirokchiga ham aloqasi bo'lmagan taraf yutar ekan, ammo afillangan shaxs qatnashib qo'yibdi bu savdolarda degan vaj bilan butun boshli savdo bekor bo'lar ekan. Davlat mulkini xususiylashtirish borasida shikoyat qilinmaydigan qoidaga kim amal qiladi shunda? Men amal qilaymi? Prezident farmoni va Vazirlar Mahkamasi qarorlari bilan mustahkamlangan qoidalarga kim amal qilishi kerak? Faqat men amal qilishim kerakmi? Yo hammami? Faqat advokat uchun chiqmagan bo'lsa kerak u qarorlar. Yo faqat advokat uchunmi? Faqat advokatlar uchun, qolganlar uchun majburiy emas degan biron bir istisno bormi? Vijdonan baho beraylik holatga, vaziyatga. Nega ishlamayapti ayrim qoidalar? Nega u inkor etilyapti? Nega improvizatsiya qilishyapti? Ayrim sudyalar nimaga? Improvizatsiya qilish kerak emas, siz ijodkor emassiz. Siz qonunni to'g'ri qo'llab bering, tamom bo'ldi, boshqa gap yo'q. Sizdan ortig'ini so'ramaymiz, ortig'iga da'vogar ham emasmiz. Oqshominglar yaxshi o'tsin. Bu mavzuga albatta qaytamiz. Ertami, kechmi albatta qaytamiz. Salomat bo'linglar.